Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Miyangiz uchishni xohlaysizmi? Aniqroq qilib aytganimizda, xotirangiz zo'r bo'lishini xohlaysizmi? Xotirani yaxshilash hamma insonga kerak, u yoshmi yoki qari. Bugungi video lavhamizda ajoyib mahsulotlarni sizlarga aytib o'tamiz. Ushbu mahsulotlardan hech bo'lmaganda 1-2 tasini iste'mol qiling va xotirangizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, yoshlikda ushbu mevalarni yoki sabzavotlarni ko'p yeyish keksalikda ham xotira yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. Demak, semiz baliq omega 3 bilan miyaga juda katta yordam beradi. Yong'oq xotirani mustahkamlaydi. Eng oddiy va foydali. Shuning uchun yong'oq miya shaklida ahamiyat bergan bo'lsangiz. Qora shokolad diqqatni oshiradi. Imtihonda yoki darsda 2 bo'lak qora shokolad yeb olsangiz, nur ustiga a'lo nur. Tuxum aql uchun tabiiy doping. Brokkoli neyronlarni oziqlantiradi. Bu esa e'tiborlilikni kuchaytiradi. Rezavor mevalar miyani yoshartiradi. Qulupnay, malina, yertut kabilar. Avokado qon aylanishini yaxshilaydi. Miyada qon aylanishi yaxshi bo'lsa, xotira ham zo'r bo'ladi. Qahva, ya'ni kofe zehnni charxlaydi. Apelsin miya uchun C vitaminining bombasi hisoblanadi. Kurkuma stressni kamaytiradi. Stressga tushgan odam salkam 100 kunlik xotirasidan ayriladi, agar bilsangiz. Shuning uchun stressni kamaytiring. Stressga tushmaslikka harakat qiling yoki stress bo'lsa, albatta kurkuma iching. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.